Qizimni qayda boradi? Sen kim bo'psanki, qizimni qayda borasan? Ko'rsatib qo'yma. Qoch. Qochmayman. Men seni olib ketaman baribir. Adam jaqlari chiqib olib ketolmaysiz. Farqi yo'q. Kulvorasiz. Kulvormayman, qoch. Kulvorasiz. Kulvormayman. Kulasiz. Ha, kuyov, nimaga keldingiz? Endi adajon shu desangiz, yosh oilamiz endi bo'lib turadi. Shunga ozgina endi urishib qo'ygan joyim bo'ldi. Nega ko'zimga qaramayapsiz? Yo'q, endi qilgan ishimdan uyalmayman-da, o'shanga qaramay qo'yaverdim. Uyalayotganga o'xshamaysiz? Xursandmisiz? Yo'q, baxtliman adajon. Mana shu oilamni tiklayotganimdan. Ana bu haqiqiy erkakning gapi bo'ldi. Ko'rdingmi? Men seni bani olib ketaman dedim. Hoy kuyov, O adajon. siz ham qizim so'ragan narsasini olib bering-da. Adajon zakaz qilib berdim men bu AKB degan kargodan. 3 kun kutolmadi. Boshqa joylarda 15-20 kunlab qolib ketadi. Men bu AKB kargoda 3 kundan 7 kungacha olib kelib berar ekan. Shungacha ham kutganim yo'q. Yo'q. AKB ham Taobao, Pinduoduo, WeChat, men bu 1688-saytlardan olib kelib beradi. Rosta. AKBdagilar mana shu saytlardan zakaz qilishni tekinga o'rgatib qo'yishar ekan. Uydali. AKBning O'zbekistonda 300 dan ortiq yetkazib berish punktlari bor. Bemalol ishlab o'rganib, o'zi zakaz qilgan narsalarni olib kelishni bilib oladi. AKB yaxshi kargo ekan. Ayb o'zingda ekanda qizim. Uzr-da. Siz qanaqa qilib kulvormayapsiz? Mayli boringlar. Oyoq kiyim cherdakda qolib ketdi, olib bering. Kuyovimni bezovta qilma. Men o'zim bir pasda chiqib olib tushaman.